Man Samitova Dilnozaman, Chirchiq shahrida yashaymiz biz. Qizim Samitova Maryam shu tug'ma porok bilan tug'ilgan. 5 oyligida biz bildik, shunaqa tug'ma porokligini. Keyin shu operatsiya qildiraman deb yurdik. Pul mablag'idan rosa qiynalyotgandik, ilojimiz bo'lmadi operatsiya uchun. Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya fondi borligini eshitdik. Shundan biz ularga keldik, kerakli hujjatlarni bizga aytishdi. Biz birpasda unaqa ko'p ham hujjat kerak emas ekan. Shu kerakli hujjatlarni taqdim qildik va tez orada ular bizga yordam berishdi, pul tashlab berishdi. Qizimni shu Ezgu Niyat klinikasida operatsiya qildirdik. Mana bugun 2-3 kun bo'lib qoldi. O'sha operatsiyadan keyin juda yaxshi o'zgardi. Mana yaxshi holati hozir. Biz shu fondni eshitganimizda birinchi ikkilandik. Kelishga ham bir aniq qilib hayron bo'lib o'ylab turdik, lekin mana shunchalik bizga yordam berishdi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Rahmat kattakon. Mirabror Usmonov rahmatli, u hozir farzandlari shu fondda davom ettirayotgan ekanlar. Ularga ham katta rahmat aytaman. Juda ham xursand bo'ldik. Mana qizim yaxshi bo'ldi, sog'ayib ketdi. Rahmat kattakon fondga.